Ba'zi odamlar juda qo'rqoq bo'ladi, lekin Samir qo'rqish bo'yicha rekord qo'ygan va o'sha kechasi u qochdi, lekin qutula olmadi. Samir kechasi uyga qaytayotgandi. Ko'cha qorong'i, atrof jim. U telefonidan qo'rqinchli video ko'rib kelayotgandi. Birdan ortidan ovoz eshitildi. Tak, tak, tak. Samir darrov tezlashdi. Yo'q, bu shunchaki ovoz, dedi o'ziga. U yugurishni boshladi, lekin shap, to'g'ri loyga yiqildi. Yuz bilan. Butun yuzi loy bo'ldi. Nima bu? Dedi turmoqchi bo'ldi. Yana sirpanib yiqildi. Shu payt ortidan ovoz yana yaqinlashdi. Tak, tak, tak. Samir qotib qoldi. Sekin orqasiga qaradi. Hech kim yo'q, lekin loy harakatlanayotgandek edi. Samir qo'liga qaradi. Loy asta harakat qilardi, xuddi tirikdek. Va telefoniga xabar keldi. Yiqilding, endi qolasan. Samir qichqirdi. Qochmoqchi bo'ldi, lekin oyog'i loyga botib qoldi. Harakat qila olmadi. Loy asta yuqoriga chiqdi. Uning qo'liga, yuziga Samir qichqirdi. Yo'q! Lekin ovozi chiqmay qoldi, chunki loy uning og'zini yopdi. Ertasi kuni u joyda faqat loy bor edi va loy ustida yozuv paydo bo'ldi. Keyingi navbat. Agar kechasi yugurayotgan bo'lsang, pastga qaragin, chunki yer ostida kimdir seni kutmoqda.